Yangi yil yolg'onlari. Birinchi qism. Yangi yil arafasi edi. Shaharning muhiti bayramga o'xshardi, lekin hidida nimadir noto'g'ri. Archa chiroqlar yonib turardi, ammo ularning yorug'i issiq emas, sovuq. Xuddi kasalxona lampasiday. Ko'chalarda qorbobolar ko'p, juda ham ko'p. Har burchakda bittadan. Ba'zilarida xalta, ba'zilarida plastik paket, ba'zilar kulardi, ba'zilar esa hech kimga qaramasdi. Men ularni uzoqdan ajrata boshladim. Haqiqiy qorbobo boliga qaraydi, soxtasi atrofga. Birinchisini avtobus bekatida ko'rdim. Qizil kiyim, oq soqol, ammo qo'llari titrardi. Xaltasi yerga qo'yilgan, ichidan shokoladning hidi kelmasdi. U atrofga alanglab qaradi. Keyin bir yigit yaqinlashdi. Ular gaplashmadi. Gap kerak emas edi. Qorbobo xaltasini ochdi. Ichidan sovg'a emas, mayda oq paket chiqdi. Yigit pulni berib, paketni cho'ntagiga soldi. Hammasi 10 soniyada sodir bo'ldi. Qorbobo yana kulib qo'ydi. Bolalarga kuladigan kulgi bilan. Shu kulgidan ichim muzlab ketdi. Bu kulgi bilan bolalarga she'r o'qib berishadi. Bu qo'llar bilan bolalarning boshini silashadi. Ammo xaltada ertak emas, zahar bor. Shu payt yonimdan qorqiz o'tdi. Uning kiyimi qorqizniki edi, yurishi esa butunlay boshqacha. Kalta yubka, ochiq yelka, qip-qizil lablar, yuzida tabassum, ko'zida esa bo'shliq. U qorboboga qaradi. Qorbobo unga. Ular bir-birini tushundi. Bu juftlik bayram uchun emas, balki bu biznes edi. Ko'chada bolalar qorbobo ko'rib yugurardi. Onalar telefon ko'tarib video olardi. Hech kim xaltaga qaramasdi. Hech kim bilishni xohlamasdi. Chunki yangi yil haqiqatni ko'rishni istamaydigan tun. Men yana yurdim. Markaziy maydon tomon. U yerda qorbobolar yanada ko'p. Biri boshqasiga o'xshamaydi, lekin hammasida bitta umumiy narsa bor edi. Shoshilish. Ular bolalar uchun ishlamasdi. Ular tonggacha yetib olish uchun ishlardi. Bir qorbobo telefonida kimdir bilan gaplashardi. Ha, hammasi tayyor. Yo'q, hozir emas, 12 dan keyin. 12 dan keyin nima bo'lishini men bilardim. 12 dan keyin odamlar ko'proq ichadi, ko'proq unutadi, ko'proq sotib oladi. Yangi yil eng qulay vaqt. Shu payt qorqizlardan biri menga qarab kuldi. Uning kulgusi chiroyli edi, lekin u kulguda umid yo'q. Bu kulgi bilan odamlar tongni kutmaydi. Bu kulgi bilan odamlar ertaga uyg'onishni xohlamaydi. Men orqamga qaradim. Bolalar qorbobolar bilan suratga tushardi. Ularning ishonchi toza edi, ammo bilsam ham ayta olmadim. Chunki bu shahar haqiqatni eshitishni xohlamaydi. Bu shahar ertakni afzal ko'radi, hatto u ertak o'ldirsa ham. Qor yog'a boshladi. Oppoq, chiroyli. Lekin u hammasini yopardi. Izlarni, yuzlarni, vijdonni. Va men tushundim. Bu shunchaki bayram emas. Bu niqoblar kechasi. Kimdir qorbobo bo'lib pul topadi, kimdir qorqiz bo'lib tanasini sotadi, kimdir esa bolaligini yo'qotadi. Yangi yil kelyapti deyshadi. Aslida esa har yil yolg'onlar yangilanadi xolos. Bu hali boshlanishi. Eng qorong'u joylar hali oldinda. Yangi yilga bir necha soat qolgandi. Ko'chalar asta-sekin bo'shab, hayot yopiq eshiklar ortiga ko'cha boshladi. Kimdir restoranlarga, kimdir kottejlarga, kimdir esa umuman boshqa joylarga yo'l oldi. Nomi bayram, ichida esa savdo bo'lgan joylarga. Qorqizlar ishga tushgan payt edi. Ularni ko'chada ham ko'rasan. Ular reklama emas, yetkazib berish xizmati. Manzilga boradi, tabassum qiladi, narxni kelishadi. Men ulardan birini tanirdim. Ismi muhim emas. Bu dunyoda ismlar juda tez o'zgaradi. U qachondir oddiy qiz edi. Yangi yilni oilasi bilan kutardi, sovg'aga ishonardi. Hozir esa u oynaga qarab grim qilardi. Qorqiz kiyimi tanasiga yopishib turardi. Bugun uzoq tun bo'ladi, dedi u oynaga qarab. Oyna javob bermadi. Oynalar hech qachon taskin bermaydi. U mashinaga o'tirdi. Ichkarida yana 2 qorqiz bor edi. Kulishardi, juda baland kulishardi. Shunday kulgiki ichkarida sukut bo'lmasin. Chunki sukut kelganda vijdon gapiradi. Manzil shahar chetidagi kottej edi. Darvozada qorbobo kiyimidagi yigit kutib turardi.
Ammo bu qorbobo sovg'a bilan emas, ro'yxat bilan kelgan edi. Vaqtni cho'zmaymiz, dedi u. Bugun talab katta. Ichkarida musiqa baland, chiroqlar past edi. Archa bezatilgan, ammo ostida sovg'a yo'q. Faqat ichimliklar, tabletkalar, kukunlar. Bu yerda Yangi yil emas, unutish bayrami bo'layotgandi. Qor-qizlar raqsga tushdi. Erkaklar qaradi. Pul sanaldi, soatlar o'chdi. Bir qor-qiz yonimdan o'tayotganda sekin dedi. Bu libosni yechganimda men kim bo'laman? Men javob bera olmadim. Chunki bu savolga javob yo'q. Tashqarida qor yog'ardi, oppoq, pok. Ichkarida esa hamma narsa qorayib borardi. Bir xonada qorbobo bilan qorqiz yolg'iz qoldi. Bu ertak emasdi, bu bitim edi. Ular bir-biriga qarab turdi. Ikkovining ham ko'zida charchoq bor edi. Bayramdan emas, hayotdan charchoq. Soat 23:50 bo'ldi. Kimdir "Yangi yil yaqin" deb baqirdi, ammo hech kim quvonmadi. Chunki bu xonada hech kim yangi yil boshlanishiga ishonmasdi. Qorqizlardan biri hojatxonaga kirib eshikni yopdi. Ko'zlari qizarib ketgan, qo'llari titrardi. U yuzini yuvdi, grim oqib tushdi. Oynada yana o'sha savol. Men kimman? U javob bermadi. Faqat grimni yana qalinroq surtib chiqdi. Soat 12:00 bo'ldi. Hamma bir-birini quchdi. Yangi yil bilan deyildi. Ammo hech kim yangi bo'lmadi. Faqat gunohlar yangilandi, faqat yolg'onlar qadoqlandi, faqat narxlar oshdi. Tashqarida esa bolalar salyutga qarab qichqirardi. Ular ishonardi hali. Bu kecha kimdir boyidi, kimdir sindi, kimdir esa umuman yo'qoldi va men tushundim. Agar qorbobo zahar olib yurgan bo'lsa, bu yerda qorqizlar o'sha zaharni chiroyli qadoqlab berardi. Bu hali hammasi emasdi. Eng og'riqli joyi hali oldinda. Dada, qorbobo qachon keladi? Bola deraza yonida turardi. Qor yog'ardi, archa chiroqlari yonib o'chardi. Uy ichi issiq, lekin nimadir yetishmayapti. Tez orada, dedi ota. Ovozi ishonchsiz chiqdi. O'tgan yil ham shunday deganingiz, dedi bola. keyin kelmadi. Ota jim qoldi. U bu gapga javob topa olmadi. Chunki u bilardi. Bu yil qorbobo kelmaydi. Bu yil qorbobo o'zi. U oshxonada qorbobo kiyimini stol ustiga qo'ydi. Qizil kurtka, oq soqol. Bola ko'zlari chaqnab qarab turardi. Voy dada, siz qorbobo bo'lasizmi? ha, vaqtincha. Sovg'a tarqatasizmi? Ha, tarqataman. U yolg'on gapirdi. Ammo bu yolg'on bolani emas, o'zini tinchlantirish uchun edi. Chunki u bilardi, bugun sovg'a emas, paket tarqatadi. Ko'cha sovuq edi. Tun qalinlashgan, soat 22:40. Kech qolding. dedi telefon ichidan erkak ovozi. Kelyapman. Xalta to'ladimi? Ha. Ichiga qaramagin, faqat yetkaz. Qorbobo soqolini to'g'riladi. Atrofga qaradi. Bir zumga ko'zguda o'zini ko'rdi. Tanib bo'lmasdi. Men faqat bir kecha deb pichirladi. Faqat bir kecha. U o'zini ishontirmoqchi bo'ldi. Bola esa deraza oldida uxlab qoldi. Tushida qorbobo kelardi. Ammo qorboboning yuzi qorong'u edi. Ko'zlari qizil, xaltadan sovg'a emas, qora tutun chiqardi. Bola uyg'onib ketdi. Dada, Javob yo'q, Bu oxirgisi bo'lsin. dedi qorbobo paketni uzayotganda. Hamma shunday deydi. Dedi xaridor kulib. Yangi yil bilan. Kulgi sovuq edi. Ovoz ko'chada yo'qolib ketdi. Shu payt uzoqdan sirena ovozi eshitildi. Politsiya! Kimdir baqirdi. Qoch! Dedi telefon ichidagi ovoz. Xaltani tashla. Yo'q, ichida pul bor. Pul keyin topiladi. Hayot yo'q. Qorbobo yugurdi. Qor sirpanchiq edi, nafasi qisilib borardi. "To'xta!" degan ovoz orqadan keldi. "Qo'lingni ko'tar." U to'xtamadi. Bola tonggacha kutdi. dadam keladi. Dedi o'ziga. Axir u qorbobo-ku. Ammo eshik ochilmadi. Ismingiz? Aytsam baribir bilasiz. Bolangiz bormi? Qorbobo jim qoldi. Bormi?
Ha. Bugun yangi yil. Bilaman. Nega baribir chiqding? U pastga qaradi. Xona juda sovuq edi. Oqartirilgan devorlar, oqartirilgan haqiqat, Endi bolangga nima deysan? dedi tergovchi. Qorbobo kelmaydi deysanmi yoki Qorbobo jinoyatchi bo'ldi deysanmi? Bu savol eng og'iri edi. Tong otganda shahar uyg'ondi. Kimdir mast, kimdir pushaymon, kimdir umuman yo'q. Bola deraza oldida turardi. Qor bosilgan ko'chaga qarab, Dada, sovg'a shart emas edi. dedi u sekin. Faqat kelsangiz bo'lardi. Ammo bu gapni eshitadigan hech kim qolmagan. Va men tushundim. Yangi yil yolg'onlari ichida eng qo'rqinchlisi ota yolg'oni ekan. Bu hali yakun emas, chunki tergov davom etardi va ba'zi qorbobolar hali ushlanmagan. Demak, u yolg'iz emas. Tergovchi stolda yoyilgan fotosuratlarga qarab gapirdi. Suratlarda turli qorbobolar, turli qorqizlar, lekin bir xil xaltalar, bir xil joylar, Bu oddiy bayram emas. dedi u sekin, Bu tarmoq. Qancha odam? deb so'radi. Yetarlicha. Eng yomoni ular har yili paydo bo'ladi. Har yili boshqa yuzlar bilan. Xona sovuq edi. Isitgich ishlayotgan bo'lsa ham devorlar sovuqlikni ushlab turardi. Xuddi bu ish ham shunday ichkaridan muzlagan, Qorbobo kiyimi ideal. dedi tergovchi. Hech kim shubhalanmaydi. Bolalar ishonadi, kattalar ko'rishni xohlamaydi. U barmog'i bilan bir suratni ko'rsatdi. Unda kechagi qorbobo ota bor edi. Yuzida charchoq, ko'zida qo'rquv, U asosiy odam emas. dedi tergovchi. U oddiy yetkazuvchi. Asosiylari hali tashqarida. Shu payt telefon jiringladi. Topdik, dedi boshqa tergovchi ovozi. Qorqizlardan biri gapiryapti. Qayerda? Shifoxonada o'zi kelib topshirildi. Qorqiz oq devorli xonada o'tirardi. Grim yo'q, soch taralmagan, yuzida yosh izlari qotib qolgan. Ismingiz? Endi ahamiyati yo'q. Nega kelib topshirildingiz? U bir muddat jim qoldi. Keyin dedi. Bugun tongda mijoz o'lib qoldi. Qanday? Do'zi oshib ketibdi. Men qarab turdim. Hech kim yordam chaqirmadi. Nega? Chunki bayram edi. Hammaning kayfi bor edi. U qo'llarini titratib ushlab oldi. Men qorqiz edim, dedi u sekin. Ammo kecha oynaga qarasam, u yerda faqat bo'sh odam turardi. Kim buyruq beradi? U ko'zlarini yumdi. Ular o'zini tashkilot deydi. Yangi yil ularning eng katta kuni. Shu payt shaharda yana salyutlar otila boshladi. Bayram tugagan, lekin odamlar hali tarqalmagandi. Ularni ushlaysizmi? deb so'radi tergovchidan. U achchiq kuldi. Ba'zilarini, qolganlari esa kelasi yil qaytadi. Yana qorbobo bo'lib. Ha, yana qorbobo bo'lib. Ota kamerada o'tirardi, devorga qarab. Bolangiz keldi, dedi soqchi. Bola sekin kirib keldi. Qo'lida kichkina mashina. Dada, Kechir. men tushundim. dedi bola kutilmaganda. Qorbobo yo'q ekan. Ota boshini ko'tardi, Bor. dedi bolaga. Faqat u har doim yaxshi bo'lavermaydi. U yuzini qo'llari bilan yopdi. Bir necha kundan keyin shahar yana odatiy holiga qaytdi. Archalar yechildi, chiroqlar o'chdi, qor eriy boshladi. Ammo izlar qoldi. Bir xabarda o'qidim. Yangi yil kechasida noma'lum shaxslar tomonidan tashkil etilgan noqonuniy savdo fosh etildi. Lekin xabarda bolalar haqida yozilmadi. Otalar haqida yozilmadi. Qorqizlar ko'zidagi bo'shliq haqida yozilmadi. Chunki bular reyting bermaydi. Men deraza yonida turib, qorning erishini kuzatdim. Oppoq qor ostidan axlat chiqardi. Shahar asl yuzini ko'rsata boshladi. Va men o'yladim. Yangi yil yolg'onlari faqat bir kechalik emas. Ular yil bo'yi yashaydi. Faqat shu kecha ochilib ketadi. Keyingi yil yana archalar qo'yiladi. Yana qorbobolar chiqadi. Yana bolalar ishonadi. Savol faqat bitta. Bu safar kim qorbobo bo'ladi?
Hikoya so'ngida Telegram kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Chunki u yerda YouTube'ga chiqmaydigan ajoyib qo'rqinchli hikoyalarni eshitishingiz mumkin. Telegram kanaliga qo'shilish uchun video opisiyasidagi ссылка ustiga bosing.